Salom qizlar, bugun men bolalarni zavtrakka olib chiqdim. Bir oyda bir marta bolalarim bilan ko'chada zavtrak qilib, spend time, ya'ni birga vaqt o'tkazamiz. Zaadno sizlarga amerikansklarning har kungi zavtraklari nech pulga tushishini narxlar bilan tanishtirib ketmoqchiman. Birinchi kirganimizda bolalarga shunaqa rangli qalamlar bilan bo'yaydigan qog'ozlar berishadi. Zakaz kelguncha zerikib qolmasligi uchun. Ko'rib turganinglar bu menyusi. Biz bu menyudan omlet bilan yoniga qovurilgan kartoshka tanladik, lekin xohlaganlar yoniga har xil salatlarni ham tanlasa bo'ladi. Omlet narxi $12.99. Ha, aytgancha birinchi o'tirganinglarda sirazu kofe olib kelishadi. Kofe narxiga kelsa $3.99. Bolalar o'ziga svejiy issiq belgiyskiy vafli tanlashda shunaqa issiq sirop bilan keladi. Narxiga kelsa $10.79. Ha, aytgancha omletni yoniga qo'shib, issiqqina sariyoli toster nonni ham qo'shib olib kelishadi. Juda ham mazali bo'ladi. Va yana bolalar chokolad pankeyka ham tanlashdi. Narxiga keladigan bo'lsa $7.49 aylandi. Itoga deb boshlasam hammasi bo'lib, xullas $42.96 aylandi. Qizlarjonlar, nima deb o'ylaysizlar? Bir oyda bir marta zavtrak qilish uchun bu narx normmi yoki ko'pmi? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlardan like va podpiska kutib qolaman. Rahmat.